Har bir inson hayotida yo'lini yoritadigan chiroq bo'ladi. O'sha chiroq ustozdir. Ustoz nafaqat bilim beruvchi, balki mehribon ota-onadek yo'lboshchi. Har bir so'zi saboq, har bir qarashi ishonch. Ustozlar qalbimizda iz qoldiruvchi mehr daryosi. Ularning mashaqqatli mehnati uchun minnatdormiz. O'qituvchi, har birimiz bu so'zni alohida tuyg'u bilan talaffuz qilamiz. Siz shunchaki yozishni va muammolarni hal qilishni o'rgatadiganlar emassiz. Siz orzu qilishni va hamma narsa mumkinligiga ishonishni o'rgatadigan insonsiz. Ba'zan sizning ko'zlaringiz bizning kichik g'alabalarimiz uchun quvonch bilan porlaydi va bu bizni yanada jasoratli qiladi. Ba'zida sizning ovozingiz siz xohlaganingizdan qattiqroq eshitiladi, ammo u bizga kuchliroq bo'lishga yordam beradi. Ba'zan sizning ko'zlaringiz bizning kichik g'alabalarimiz uchun quvonch bilan porlaydi va bu bizni yanada jasoratli qiladi. Siz bizga vaqt, kuch, yurak berasiz va hatto dars tugagach ham sizning so'zlaringiz hayot uchun biz bilan qoladi. Har kuni biz bilan birga o'sganingiz uchun tashakkur. Ustoz millat kelajagini tarbiyalovchi buyuk zotdir. Ustozlar kuni muborak bo'lsin. Qadrli hamkasblarim, ilm chashmasiga tashna yuraklar, qarshimda termilar menga umidvor, o'zingga ming shukr, o'zing madad ber, meni ustoz qilgan ey Parvardigor. Aziz ustozlar, barchangizga bayram muborak bo'lsin. Ustozlar, murabbiylar bayrami bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Kelajakda sizga zafarlar tilayman.